ko'pchilik 15 kunga qolgan lashinalar tugab ketmadimi, hali ham bormi deb so'rayotganlar uchun mana yana lashinalarimizdan paftirot kelib to'ldirib qo'ydik. Qizlarimiz uchun bemalol 10 ming so'mdan xohlagan paytingizda xarid qilsanglar bo'ladi. 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan qiz farzandlarimiz uchun bahor hamda yoz mavsumi uchun mo'ljallangan ushbu lashinalarimizni do'konlarimizga olib kelib to'ldirib qo'ydik. 10 ming so'mdan xarid qilishga ulgurmay qolgan mijozlarimizning talablariga binoan ushbu lashinalarimizni yana kelib do'konlarimizdan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Ko'rib turganinglardek barcha razmer va ranglari bor, sifati juda ham yaxshi. Bundan tashqari qiz-o'g'il farzandlarimiz uchun 29 ming so'mdan bo'lgan Xitoy mahsulot bo'lgan shimlarimizni ham to'ldirib olib kelib qo'yganmiz. Yaxshilab e'tibor beringlar, shimlarimiz 3 yoshgacha razmerga to'g'ri keladi. Shimlarimiz oila chaqaloqlarimizdan boshlab 2-3 yoshgacha bo'lgan o'g'il hamda qiz farzandlarimiz uchun to'g'ri keladi. Xitoyda ishlab chiqarilgan teg qismlari rezinkali, aynan yosh bolajonlarimiz uchun juda ham qulay. Bu shimlarimizdan har doim ko'p paftor qilamiz, olib ko'rganlar bilishadi, sifati juda ham yaxshi. Matosi jinsi bo'lganligi sababli ustilaridagi koftalarni ranglarini umuman tanlamaydi. Bemalol xohlagan narsalar bilan kitirib ketsanglar bo'ladi. Sizlar uchun katta assortiment olib kelib qo'ydik. Hoziroq barcha filialimizdan xarid qilsanglar bo'ladi.